Yurtimiz hayotiga oid xabarlarga qaytamiz. Hozirgi kunda yo'l transport hodisalari, avtomobil bilan bog'liq jinoyatlarning oldini olish, shuningdek jinoyatchilikka qarshi kurashish maqsadida Toshkent viloyati bo'ylab xavfsiz hudud profilaktik reyd tadbirlari o'tkazilmoqda. Tahlillar asosida ushbu profilaktik reyd tadbirlari asosan tungi vaqtda o'tkazilib, bevosita yo'l transport hodisalariga sabab bo'luvchi qo'pol qoidabuzarliklar sodir etgan va tegishli hujjatlarsiz avtomobil boshqarayotgan haydovchilarni aniqlashga qaratilmoqda. Bu galgi reyd tadbirlari viloyatning Chinoz tumanida o'tkazildi. Haydovchilik guvohnomasi belgilangan dars soatlarini o'qib, imtihon orqali fuqarolarga beriladi. Afsuski, oramizda haydovchilik guvohnomasini olmasdan avtomobil boshqarayotganlar talaygina. Reyd tadbirlari davomida ana shunday haydovchilardan biri aniqlandi. Bu avtotransport vositasi tekshirish uchun to'xtatilgan vaqtida me'yoriy hujjatlari yo'qligi aniqlandi. Haydovchi voyaga yetgan, haydovchilik guvohnomalari yo'q. Haydovchiga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib, vaqtincha jarima maydoniga qo'yiladi. Qonunchiligimizda avtomobil old yon oynalarini qoraytirish uchun ruxsatnoma talab etiladi. Bu me'yorlarni bajarmaslik avtoulovni jarima maydoniga qo'yilishiga va belgilangan to'lovni to'lanishiga sabab bo'ladi. Tungi reydlarda xizmat faoliyatimizni olib borayotganda rusumli Tigo davlat raqam belgisi 10U404 WA bo'lgan avtotransport vositasi hujjatlarini tekshirish maqsadida to'xtatilganda avtotransport vositasining oldi yon oynalari ruxsatnomasi qoraytirilganligi aniqlandi. Haydovchiga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib, vaqtinchalik saqlash uchun jarima maydoniga qo'yildi. Hozirgi kunda haydovchilar radarlar nigohidan qochish maqsadida davlat raqam belgilarini yashirishni turli usullardan foydalanishmoqda. Reydlar davomida Labo avtomobili haydovchisi ham davlat raqam belgisini yashirib yurishga uringanligi ma'lum bo'ldi. Labo rusumli avtoulov orqa davlat raqam belgisini yashirib olib harakatlanayotganligi aniqlandi. Ya'ni nomer mana yashirilgan, mana nomer bunaqa chiqadi. Bu yashirilgan holatda harakatlanyapti. Shu bo'yicha haydovchiga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib, avtoulov vaqtinchalik jarima maydoniga qo'yiladi. Haydovchilar uchun belgilanayotgan jarimalardan ko'zlangan maqsad bu ularning o'z xatolaridan xulosa chiqarishidir. Reydlar davomida mavjud qarzdorlik uchun qidiruvda bo'lgan avtomobillar aniqlandi. Toshkent viloyati Chinoz tumanida tungi xizmatda reyd tadbirlari olib borilayotgan vaqtida rangi qora rusumli Lacetti avtotransport vositasi davlat raqam belgisi 01N 090 GB bo'lgan avtotransport vositasi hujjatlarini tekshirish maqsadida to'xtatilganda avtotransport vositasini qidiruvda holati aniqlandi va avtotransport vositasi vaqtinchalik saqlash uchun jarima maydoniga qo'yildi. Hozirda bu kabi profilaktik reyd tadbirlari viloyatning boshqa tuman shaharlarida ham davom ettirilmoqda. Nigora Elmurodova, Abbos O'tbosarov, Zamon informatsion dasturi uchun.